Faberlik kompaniyasida o'zimning biznesimda 250 ming so'm bilan boshlaganman va mana shu 250 ming so'm orqali 1 yil ichida bitta mashinaga erishganman. Tezda o'sha direktorlikka chiqib, bolalar bilan birgalikda birinchi avtomobilim erishgan yutug'im bu Spark avtomobili bo'lgan, ikkinchi avtomobilim bu Gentra bo'lgan. Undan keyingisi Malibu 2 avtomobili bo'ldi va hozirgi kunda 6 oy bo'ldi, bilasiz, BYD Song Plus gibrid rusumida shu avtomobilni o'zimga sovg'a qildim. Uyda o'tirib, shuncha farzand bilan har 21 kunda 20-25 million maosh olaman. Juda ham xursand bo'laman. Men aynan bugungi kunda o'z biznesimda Faberlik bilan olib borayotganimdan. Hozir biz ijtimoiy tarmoqlar, internet rivojlangan zamonda yashayapmiz. Umumiy hisobda o'sha ham uylar, ham mashinalarda bemalol 1 yil ichida bitta ayol kishi uyda o'tirib 4 talab, 5